Oddiy bir haqiqatni hatto o'ylab ham o'tirmang. U o'z-o'zidan ma'lumdir chunki. Nima uchun qaysidir bir odam sizga u yoki bu harakati bilan sizni dilingizga ozor berib, qalbingizni og'ritadi va bu qalbingizda qoluvchi harakatlar bo'ladi. Unutmang, xafa, alamzadalar doim alamini, o'chini olgisi kelib, o'zi bilmagan holda qalban nafrati bilan shu yo'lda harakat qiladi. Baxtlilar esa doim baxtiyor qilishni xohlashadi. Faqat yaxshiliklar, yaxshi amallar yo'lida bo'lishadi. Va tushunib yetingki, yaratgan hech bir jonzotini, hech bir bandasini bir tola sochini ham besabab, bejiz to'kmaydi. Qanday bo'lsin, hech qaysi noxushlikni ravo ko'rmaydi va sodir bo'lishi uchun izn bermaydi. Toki haq etmasa bandasining o'zi. Shuningdek, unutmang, borliq adolat ustida o'rnatilgan. Va u ishlaydi. Qaytar dunyoning qaytishi charxpalak aylanaveradi. O'tmishda qilganingiz bugun hisobi. Bugun qilayotganingiz keyiningizda hisobi albatta qaytadi. Va toki siz qachonlardir kimlargadir qilgan harakatlaringizni yaxshi va yomoni bo'lsin, toki o'zingizda o'sha odam his qilgan hissiyotlarini his qilmaguningizcha hisob kitobi yopilmaydi. Bugun o'ch olayotganlar, xato harakatlari va yomonliklari, dilingizga ozor berishlari bilan qilayotgan harakatlari bu o'zlari bilmagan holatda ichki nafratlari ortidan kelayotgan, sizga qilayotgan hisoblaridir. Dunyosida javobini qaytarayotganlardir. Bular har kimingiz bo'lishi mumkin. Hayot shunday ssenariy. Alamzadalar doim o'z oramizda. Birisi do'stimiz, birisi yorimiz, tutinganimiz, yaqinlarimiz, opa-uka, aka-singillar, xullas yaqin rishtalar, tanigan, bilganlar, yaxshi ko'rganlaringiz va boshqalar. Siz ham ular uchun karma bo'lishingiz mumkin. Va toki qabul qilib kechirmasangiz, siz bilan sodir bo'layotgan noxushliklardan boshqadan ayb qidirmay, asli sababi o'zingiz ekanligingizni tushunib yetib, darrova tavba qilmasangiz va ichingizdagina o'ch, alam ushlamay, sizni xafa qilgan kimsalarni kechirsangiz, borliq keyningizni muammolardan to'xtatadi va ofiyatga erishasiz. Ha, bu oson emas. Yaqinidan xiyonat, dard, azob olish, ammo kechiring o'zingiz uchun. Aks holda bu charxpalak aylanaveradi, davom etaveradi. Bugun o'chini olayotganlarga keyingi safar siz javob qaytarishingizga to'g'ri keladi. Nega desangiz, chunki sizning qalbingizda xafagarchilik, azob, alam, dard, gina, araz qolib ketdi. Ba'zilaringiz esa orangizda hattoki sendan rozi emasman dedingiz. Seni kechira olmayman dedingiz. Sendan xafaman dedingiz. Senga Xudo qaytarsin dedingiz. Qo'llarim yoqangda, qiyomatda ko'rishamiz dedingiz. Qarzing qiyomatga qoldi dedingiz. Toki Xudo senga qaytarmaguncha rozi emasman dedingiz. Hattoki senga qaytganini ko'rmagunimcha tinchimayman deydiganlaringiz ham bor. Shularning orasidan qaysidir bir gaplarni ishlatganlar juda ham sanoqsiz ko'p. Shunda yaratgan adolatni yana o'rnatadi. Ha, u deydi: "Mana qaytar dunyo keldi. Endi seni galing. Endi sen unga javobini ber" deydi. Keyin u araz qiladi. Keyin unga nisbatan adolat o'rnatiladi. U qaytaradi. Shunday qilib bir-biringizga javob berib, bir-biringizni dilingizni og'ritib, xafa qilib, asli tegi sababi faqatgina o'zingizdaligini anglolmay javob berib yuraverasiz. Nega yaratgan shunday qiladi? Chunki bu sizning istagingiz. Chunki siz shuni xohladingiz. Chunki yaratgandan siz javob berishni, javob qaytarilishini, o'ch olinishini, qasd olinishini so'radingiz. Va u adolatni o'rnatdi. Agarda siz undan "Men kechirdim, bekordan bekor sen izn bermagan bo'lar eding. Shunday holatlar men bilan yuz berishiga. Men qabul qildim va tavba qilaman. Qachonlardir qilgan xatoim uchun kelayotgan jazo yo sinovingni qabul qildim. Men uni kechirdim va aslo xafa emasman" deya kechira olsangiz va yaratganga buni ma'lum qilib, "Men uni kechirdim. Bizni ofiyatga yetakla" desangiz, yaratgan deydi: "Yomonga yomon bo'lmading, yomonga teng kelmading, yomonlikka yomonlik qaytarmading, yomonlikni to'xtatding, yaxshilikni istading, ol senga ofiyat" deydi. Buni tushunib yetish qiyin masala emas. Lekin nimagadir hamma bir-biridan xafa, norozilar juda ham ko'p bo'ladi va ko'p ko'ramiz. Dunyodan, olamdan o'tgandan so'ng marhum yoniga kelib, "Mendan rozi bo'l, men roziman" deya o'tiriladi. Afsuski kech. Shuning uchun barcha bir-biriga g'animat. Hayotligida bir-biringizni rozi qiling, roziligingizni oling, kechiring, kechirimli bo'ling. Kechirsangiz, yaratgan sizni kechiradi. Yomonlik, noxushliklar charxpalagini boshqa tomonga aylantirsa, ofiyat ila maza qilib yashash davringizga ham yetib qolasiz. Bugun bayram. Aslida har kun ulug', ammo bugun yana bir din ahlining alohida bayram kuni. Yaratganga ishongan barcha qalblarga bayram muborak bo'lsin deyman. Va qaytaraman, yaratganga rostdan ishonib bayram qilayotgan bo'lsangiz, unga to'liq ishoning, uning qonuniga amal qiling. Kechirimli bo'ling, kechirilasiz. Hammaga dini, tili, millati, e'tiqodidan qat'iy nazar hamma bir-biri uchun g'animatdir. Hamma yaratganning izni bilandir. Hamma unikidir va u yagonadir. Uning marhamati hamma uchun muhimdir. Bugun barchaga kechirimli bo'lishni va o'zi ham kechirilishini tilayman.
bayram muborak bo'lsin. Barchaga Yaratganning marhamatiga erishishlik nasib etsin. Va bugun aynan yaxshi imkoniyatli kun. Kimni xafa qilgan bo'lsangiz, albatta uni oldidan o'tib qo'ying. Uni ko'nglini olib qo'ying. Kechirimini ham olib qo'ying. Agarda kimdir sizni xafa qilgan bo'lsa, uni bugun kechiring va abadiyga kechiring va Yaratganning marhamatiga erishing. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Ha, aytgancha, bugungi fursatimdan o'zim ham foydalangan holda, Yaratganning guvohligida bilib bilmasdan kimlarnidir xafa qilgan bo'lsam, diliga ozor berib qo'ygan bo'lsam, kechirimimni, uzrimni so'rayman. Va albatta, meni xafa qilganlarni, dilimga ozor bergan barchalarni o'zim ham kechirdim abadiyga. Yaratganning marhamati barchamizga nasib aylasin, azizlar.